Assalomu alaykum do'stlar. Men hozir qishi bilan o'zim iste'mol qiladigan, oilamiz bilan iste'mol qiladigan nimalarni ko'rsatmoqchiman, sizlarga ham taklif qilmoqchiman. Va bu chilamjiydi. Buni mahallamizda o'sadi. Odamlar yig'maydi unchalik. Men yig'ib olaman har yili 20-30 kilogrammlab. Bu davleniyani yaxshi qiladi, bilasizlar. Keyin qonni tozalaydi, tromblarni haydaydi. Alohida ichgan ma'qul agar shunaqa kasalliklaringiz bo'lsa. Bu o'rik nimasi? Men o'z buni bog'imdan olaman. O'zim bog'imdan kattagina bog' yetarlicha olaman, ortib ham qoladi buni. Bu o'rik nimasi? Bu juda ham rangi yomon bo'lgani bilan o'zi juda ham shirin, sal quyoshda ko'proq qolib ketibdi o'tgan yil. Sal e'tiborsizroq bo'lib qolibmiz. Bu shipovnik, namatak bu. Bilasizlar, bu vitaminlarning shoxi deb nom qo'yilgan bu namatakka. Nima asosan askorbin kislota, hamma vitaminlar bor bu sostavida. Bu ham tanani vitaminga boyitadi, ham tanani qon tozalash xususiyati bor. Bu juda ham ko'p kasalliklarda ishlatiladi. Shuning uchun ham bu vitaminlarning shoxi deb aytiladi. Bu boyarishnik. Do'lana bu. Tog' do'lanasi. Men bular ikkalasini men nimadan olaman? Bozordan olaman. Bu 30 ming, 30-35 mingdan turadi hozir. Bizning Toshkentda Chorsu bozorida bu ham shunaqa. Men keyin doim dorivor o'simliklar olaman-ku, mana har xil kasalliklarni davolaganda, kursdagi mana seansga keladiganlar, alohida keladiganlarga men o'zim dori tayyorlab beraman. Shuning uchun men apto'y olaman. O'zim odamlarim bor, nima qiladigan. Men hozir bular hammasini qo'shaman. Endi balki sal kamaytirarman, lekin asosan mana buni az kamaytiraman. Bu o'rik shu bo'yicha qoladi, bu ham qoladi, bu ham qoladi. Bu taxminan menga bir 3 litrlik suvga, 3-3,5 litrlik suvga nima qilaman. Buni nima qilishim mumkin? Hozir men qaynataman buni bugun. Agarda men o'rikni yegim kelsa, alohida o'rikni iste'mol qilgim kelsa, u paytda nimaga termosga damlayman. Buni termosga damlab qo'ysam bo'ladi. Men hozir bugun iftorlik qilmoqchiman, kechqurun. Hozir vaqt bo'lib qoldi, bir 40 minutlardan keyin iftorlik boshlanadi. Buni iftorlik paytida shu ovqatdan oldin bir 10 minutdan keyin, 15 minutdan keyin ovqatlanishga to'g'ri kelyapti. Lekin buni siz agarda alohida iftorlik ro'za oyi emas, boshqa oylarda buni alohida nima qilish kerak? 1 soat oldin. Ana shu paytda bu ham birinchidan ovqat bo'ladi. Bu yerda oqsilon bor, yog' bor, mikroelementlar ham bor, vitaminlar ham bor, hammasi borda bu komplektda. Ham ovqat bo'ladi. Keyin bu asosan mana oshqozon ichaklarni ham, jigarni ham tozalaydi. Manaqa qon tozalab tromblarni ham yo'q qiladi. Bu oddiy, ko'rdingizmi? Arzimagan pulga kelgan hammasi. Siz oddiygina mana bir trombni yo'q qiladigan dorini olib ko'ring, 50-60 ming, 100 minglab olasiz. Ulardan 1000 barobar yaxshi, 1000 barobar tabiiy, hamda hammasi bular o'zimizning O'zbekistonda o'sgan hammasi. Shu tomonlama bu juda ham zo'r. Kimda davleniya bo'lsa, oshqozon ichoklari kasal bo'lsa, bunga protivopokazaniya deyarli yo'q. Sahrin diabetlarimiz iste'mol qilishga bo'ladi. Faqat mana ostri yazvalar bor, mana oshqozonda og'riq keltiradigan obosтрение yazva bo'lib turgan paytda ichilmaydi. Boshqa paytda hamma vaqt ichishga bo'ladigan ajoyib vitaminni, aytgandek, qonni tozalovchi, tromb yo'q qiluvchi, tanani vitaminga boyituvchi ajoyib bu to'rtlik. Sizlar ham foydalaninglar deb men buni sizlarga aytyapman. Mana chilamjiyda, bu o'rik qoqi, bu shipovnik, namatak, bu boyashlik do'lana. Ovqatdan keyin ichmang. Alohida ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak buni. Qancha ichsangiz ham ichavering. Men o'zim bir kosa ya 1,5 kosa vaqtda 2 kosagacha ichaman. Bundan hech qanaqa tanaga og'irlik bo'lmaydi. Xohlagancha, tabiiy tortgancha ichavering. Mayli, omon bo'linglar.